Assalomu alaykum. Dub massiv, ya'ni eman yog'ochini eksperiment 2 yil oldingi kesilgan hamda 100 yillik taburetka, ya'ni 100 tonna yuk ko'targan taburetkani oyog'idan kesilgan hamda 1000 yil suv ostida saqlangan nimadan 1 kunlik 1 kun oldingi eman. Xo'p, barchasini bir xil shaklda, faqat yoshida farqi bor bu yog'ochlarni. Razmerlari 3 cm dan grammi, ya'ni 1 kun oldin kesilganiki 29, 2 yil oldingi va 100 yil oldingi 22 hamda 23. Hop, 1 kun oldingi ko'rishingiz mumkin. 2910 kilogramgacha o'zini nimasini yo'qotmadi, sifatini. Xo'p, keyingi namuna 2 yillik ekan. Bu yog'och 5319 da o'z shaklini yo'qotdi, ya'ni sifati buzildi. Xo'p, 100 yillik yog'och, eman yog'ochi 5469 kilogramgacha. Va oxirgisi 1000 yillik suv ostida turgani 6055. To'liq video profilda ko'rishingiz mumkin.